Ka'bangni muhabbati shunchalikmi? Habibimni muhabbati shunchalikmi ya Rob? Har gal sendan so'rang, mana Habibimni tushimda ko'rsat. Rasulimni bir ko'ray ya Robbim. Hidi shunchalik go'zal bo'lsa, o'zlari qanday ekanlar deyman ya Rob. Rasulim alayhissalom meni tushimga kirmadi. Yuzlarini ko'rmadim. Lekin ko'rmasam ham yaxshi ko'raman ya Robbim. Ya Rob, bu gal Habibim alayhissalom haqida hech narsa bilmasdan keldim huzuringga. Va'da beraman, yanagi safar Rasulullohni tanib boraman. Yanagi safar Ka'bangni haqida ma'lumotlarni bilib, senga munosib bo'lib borishga harakat qilaman ya Robbim. Ya Robbil alamin, qanday ham muqaddas joylari deya chanqasam, zamzam ichardim. Beixtiyor Ka'bani ushlashlik uchun yurdim-u, yuragim shu daraja tez uryapti ya Robbim. Ya Robbim, Ka'bangni ushlatding-a. Ka'bangni muqaddas joylarini ushlatishlikni bizlarga nasib qildirding-a ya Rob. Yerdagi ramziy uying shunday bo'lsa, seni go'zal jamoling qanday ekan ya Robbim. Ka'bangni ko'rsatgan ko'zlarimiz bilan jannatda seni jamolingni ko'ramizmikin ya Robbim? Biz sendan qo'rqib emas, biz seni yaxshi ko'rib ibodat qildik ya Robbim. Biz seni sevib ibodat qildik. Ya Robbim, yana yurtga qaytib, yana dunyoga sho'ng'ib ketyapman. Meni baytingdan uzoq qilib qo'ymagin. Meni Rasulullohning hidlaridan uzoqlashtirib qo'ymagin. Sendan yolvoraman Allohim.